Men qayerga tushib qoldim? Bu odam bor ekan, hozir so'rab olaman. Bu yerda parkur bor ekan-ku, e'tibor ham bermayman. Ehtiyotroq bo'lishim kerak ekan. Salom. Men qayerga tushib qoldim? Sen parkur sivilizatsiyasiga tushib qolding. Sen bu yerda o'z uyingni tanlashing mumkin. Katta uy yoki kichkina uy. Unda men kattasini tanlayman, chunki men parkur bo'yicha o'zimni zo'rman deb o'ylayman va oldin ham parkur bilan shug'ullanganman. Qani olg'a, mana. Sen bittada katta uyni yutib olding. Men senga kalti. Ertalab uyingga ovqat bergani boraman. Bo'ldi, tushunarli. Men unda uyimga joylashib olaman. Qani bo'lmasa olg'a. Men oldin ham parkur bilan shug'ullanganim uchun osongina bu yo'llardan o'tib olyapman. Menimcha kattasi ana u ikki etajli bo'lsa kerak. Qani men unga yetib borishim uchun kamida 1 soat vaqt ketadi. Shuning uchun men tepadagilar nima bo'ldi? Men shular haqida so'rashni unutibman-ku. Tongam otdi shekilli, ya. Pastga tushishi nima bo'lyapti ekan? Parkur tekshiruvi. Parkur tekshiruvi, bu yana nima bo'ldi? Sen o'zing uchun ovqat tanla. Bu qiyinroqqa o'xshaydi. Yaxshisi buni olaman. Va buni ham olsam bo'ladimi? Yo'q, keyingi safar. Menda bir savol bor. Tepadagi uylar nima bo'ldi? Tepadagi uylarga borish uchun sen o'zingni darajangni ko'tarishing kerak. Darajamni qanday ko'tarsam bo'ladi? U nariyoqdagi ibodatxonadan. Tushunarli. Ona bola-ku. Men yaqinlashib qoldim. Menimcha shu ibodatxonada darajamni oshirishim mumkin bo'lsa kerak. Bu yerda hech kim qolmabdi. Demak, tepada aniq odamlarni topa olaman. Men darajamni ko'tarish uchun o'tmoqchiman. Sen bu yerni darajangni ko'tarish uchun bilet bo'lishi kerak. Biletni qanday olaman? Hozir men senga parkur qurib beraman. Agar o'shandan o'tolsang, senga yo'llanmani beraman. Bo'ldi, tushunarli. Qurishni boshlang. Yaxshi, demak Mana men senga parkuringiz tayyor. Unda men bundan osongina o'taman. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki bu qiyin bo'lsa? Bo'ldi, men undan o'tdim. U ajoyib, sen yo'llanmani qo'lga kiritding. Yo'llanma orqali darajamni oshiraman. Qani olg'a. Eshiklar ochildi. Men qanday darajamni oshiraman? Menga aytishmadi-yu. Bu yerda Bu yerdan demak ko'tarilish kerak. Qani olg'a. Bu juda qiyin bo'ladi deb o'ylayman, chunki hammasi har joyda ekan. Yaxshi. Hozircha yaxshi o'tyapman, chunki parkur bo'yicha ozgina bo'lsa ham tajribam bor. Lekin agar o'sha tajribam bo'lmaganda hozir allaqachon qulab ketgan bo'lardim. Yaxshi ko'tarilib boryapman. Hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Va men ozgina qoldi deb o'ylayman. Ha, haqiqatdan ham ozgina qolibdi. Men deyarli ko'tarilib bo'ldim. Yo'q, men qulab ketdim. Endi yana boshdan ko'tarilishim kerak. Muhim ovqatim tugab qolmasi kerak. Agar ovqatim tugab qolsa, hammasi tamom bo'ladi. Men mana shu yerda qulab ketgandim. Bu yer juda qiyin ekan, chunki bu yer zinalar orqali qurilgan. Bu yer esa undan ham qiyinroq ekan. Yo'q, hozir men yiqilib ketardim. Men deyarli o'tib bo'ldim. Ozgina qolsa yana yiqilardim va yana ozgina qolsa yiqilardim. Men deyarli o'tdim va mana men darajamni oshirdim deb o'ylayman. Bu yerga nima bo'ldi? Labirintmi? Qiyin-ku. Bu yerda tuzoq bor. Tuzoqdan osongina o'tdim. Ichida nima bor edi? Qiyin-ku. Bu yerda tuzoq bor. 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 Bu yerda tuzoq
Oyoq kiyim. Endi meni darajam oshdi. Oyoq kiyimim o'zgarish kerakmidi? Ovqat. Ovqat orqali qornimni to'ydiraman va zina orqali ko'tarilsam men darajamni oshiribman. Bular nima bo'ldi? Haykallarmi? Axir bu meni oldingi darajam va bu meni hozirgi darajam. Keyingi daraja oltin. Bu ana u bolaning darajasi-ku. Demak, u chempion ekanda. Bo'lishi mumkin emas. U bu yerga qanday chiqib oldi? Chempionlar tez joy almashtirish qobiliyatiga egami? Bu yerda endi uzoqroqqa sakrashim kerak ekanda yurish uchun ham. Qayerda yusotar ekan? Menimcha o'rtaroqda yusotsa kerak. Hozir yiqilib ketishim ham mumkin. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lishim kerak. Axir men endi darajamni ko'tardim. Shuning uchun juda qiynalaman va juda ko'p ovqat kerak bo'ladi. Uy sotib oladigan joyi topsam bo'ldi. Menimcha shu yer bo'lsa kerak uy sotib oladigan joy. Juda katta ekan. Salom. Yana ko'rishdik. Sen pastki bolamisan? Ha, men o'shaman. Sen o'z darajangni ko'tardingmi? Albatta-da, men o'z darajamni ko'tarishga muvaffaq bo'ldim va oyoq kiyimimni o'zgartirdim. Sen uy olmoqchimisan? Ha, uy olish uchun keldim. Chiqing. Yur. Sen 3 blokdan sakraysan va birinchi uy olasan. Bu yerda 2,5 blok va 2 blok. Qaysi birini tanlaysan? 3 blok 3 albatta. blokdagisi eng katta uy. Demak, uylar birinchi uy 2 blok jump uchun, ikkinchisi 2,5, uchinchisi 3 blok. Demak, 3 blokdan o'tishim kerak. 3 blok menga muammo tug'dirmaydi va meni uyimga kuzatib qo'yasiz degan umiddaman. Qani olg'a. Mana sizni uyingizni kalti. Yaxshi, endi uni ochamiz va tanishamiz. Bu yerda ikkita sandiq. Kerak emas narsalar solib qo'yaman va tepaga ko'tarilamiz. Namuncha baland bo'lmasa. Pechka. Odatda men pechkalarni ishlatyapman, chunki menda ovqat yetarli. Ko'tarilamiz va bu tomonni ko'rib chiqamiz. Bu uy oldingizda ancha katta. Ha, yotoqqa o'tish uchun ham parkur qilish kerak. Axir bu parkur sivilizatsiyasi-ku. Pastga tushish uchun ham parkur qilib tushish kerak. Parkur tekshiruvi. Parkur tekshiruvi. Men olardimki mana bu olmani. Meni darajam oshganiga men ancha yaxshiroq sakray olyapman. Malades. Rahmat. Endi men uxlab olishim kerak. Uxlash uchun ham yana qaytadan parkurdan o'tishim kerak. Juda g'alati ketma-ketliklar. Qanunda xayrli tur.